Assalomu alaykum, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Ho'p, o'ylaymanki, ovozim yaxshi eshitilyapti. Ho'p, demak, bugungi asosiy promo sessionimiz Erasmus Plus loyihalariga, ya'ni Green Campus loyihasiga qaratilgan bo'ladi. Ushbu tadbir bo'yicha qisqacha ma'lumot berib ketaman. Ya'ni tadbirimiz bugungi kunda aynan Green Campus loyihasi hamda bu universitet, bu loyihalar qo'shilgan universitetlarni konsorsium orqali tashkil qilinadi. Buni ya'ni promotion session sifatida qabul qilishni so'rab qo'ygan bo'lardik, chunki bu narsa aynan Erasmus loyihalaridagi o'zaro ta'siri va o'zaro qay darajada ahamiyatli ekanligini bildirib ketadi. O'zimni tanishtirib ketadigan bo'lsam, ismim O'tkurov Mahmudjon, O'zbekistondagi Milliy Erasmus Plus loyiha ofisi loyiha menejeri bo'laman hamda bugungi kunda aynan sizlar bilan aynan Green Campus loyihalari bo'yicha birgalikda bu promo sessionni olib boraman. Va o'ylaymanki, bugungi promo session orqali siz o'zingizni qiziqtirgan ana Green Campus loyihasi bo'yicha qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, batafsil javob olishingiz mumkin. Aynan bizlardagi bugungi info sessionda qatnashayotgan ishtirokchilarimiz asosan bu oliy ta'lim muassasalari hamda ularda ishlovchi professor xodimlar bo'ladi va bu loyihada erishish mumkin bo'lgan natijalar va loyihaning so'ngida qanaqa yutuqlarga erishishimiz mumkinligi bo'yicha batafsil gaplashib o'tib ketamiz. Bu promo session Zoom'ga rekord qilinadi va bu rekord qilingan narsa ertaga O'zbekistondagi Milliy Erasmus Plus ofisi ijtimoiy tarmoqlarga hamda YouTube kanaliga joylanadi va batafsil agar sizda qanaqadir texnik muammolar bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik ham bizning YouTube kanalimizga qo'shilgan holda bu promo sessionni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, ko'p kutilmayman, ya'ni asosiy loyihani koordinatori ya'ni Green Campus loyihani konsorsium koordinatori Ko'kxon universitetiga bizadagi hozir hamkasblarimizga beramiz so'z navbatini va ular loyiha bo'yicha batafsil prezentatsiya qilib beradilar va prezentatsiyadan so'ng bizada aynan savol javob qismi boshlanadi. Iltimos, agar sizda savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat, siz o'zingizni loyihangiz, ya'ni savollaringiz bo'yicha bizdagi chatga yozib qoldiradigan bo'lsangiz, aynan prezentatsiyani oxirida keyin biz savollarga javob berib ketamiz. Marhamat, hozir so'z navbatini Ulug'bek aka sizga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mahmudjon. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Avvalambor hammaga katta rahmat. Yozda shu davrda vaqt ajratib bizni sessiyamizga qatnashayotganliging uchun, ro'yxatdan o'tganliging uchun va vaqtni ajratayotganliging uchun va New Office'ga ham katta rahmat ushbu tadbir tashkil qilganligi uchun. Avvalambor men uzr so'rayman. Hozirgi davrda men ofisda bo'lmaganligim uchun tashqaridan qo'shilishga majbur bo'ldim. Shuning uchun ming bor uzr so'rayman. Xo'p, imkon qadar sizlarning vaqtlaringni hurmat qilgan holatda ko'p vaqtlaringni olmaslikka harakat qilamiz, lekin imkon qadar shu vaqt ichida loyihamizni o'zi, mazmuni va undagi qilingan ishlar bo'yicha imkon qadar ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va oxirida albatta savol-javoblar qismida kimdadir savollar bo'lsa, javob berishga tayyormiz va o'zimizni kichik bir tajribamizda ulashishga doimo tayyormiz. Katta rahmat. Xo'p, loyiha Mahmudjon, yana bir marta tasdiqlab olish uchun so'ramoqchi edim. O'zbek tilida taqdimot qilish yetarlimi yoki ingliz tilida qilishimiz kerakmi? Hozir taqdimotni o'zbek tilida davom ettiramiz. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, shu ixtiyoriy o'zbek, rus, ingliz tillarida javob berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Katta rahmat. Xo'p, o'zi Qo'qon universiteti bu CBH loyihalarida 2021-yildan beri ishtirok etishni istagini bildirib kelganmiz biz va aynan New Office'da 2025-yildagi 2024-yildagi shu info sessionlar sababli bizda ushbu loyihaga chuqurroq kirib olishga juda ham katta imkoniyat paydo bo'ldi va biz O'zbekistondagi boshqa ushbu loyihalarda ishtirok etadigan tajribali insonlar va shu qatorda ishtirok etishni istaydigan yangi universitetlar bilan birga hamkorlik qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Hop, Green Campus loyihasi o'zi eng avvalida bu O'zbekiston da joylashgan oliy ta'lim tashkilotlarida aynan green degan tushunchani yanada kengroq olib kirish maqsad qilingan. Hop, umumiy nomi Green Campus Initiative Integrating Sustainability into Higher Education in Uzbekistan. Va ushbu loyihamiz milliy loyiha hisoblanadi Strand 1da va loyihamizni boshlangan davr 2025-yilni 1-oktyabr hisoblanadi rasman.
Am, Loyihamiz CBC loyiha va umumiy byudjetimiz 359.682 va sentlari bilan yevro hisoblanadi. Umumiy muddati 36 oyga mo'ljallangan. Asosiy koordinator universitet Qo'qon universiteti va shu qatorda 9 ta umumiy manfaatdor tomonlarimiz bor. Asosiy hamkorlarimiz Yevropadan bular Polsha, Litva va Turkiyadan va 6 ta ishtirokchi partner universitetlarimiz bor. Konsorsiumda shu bilan birga 3 ta associated partnerlarimiz mavjud. Hop. Nima uchun Green Campus loyihasini o'zi eng avvalida biz yozish istaganmiz? Sababi avvalroq aytib o'tganimdek, Green Campus umuman green tushunchasi yoki bo'lmasa sustainability tushunchasini bugungi kunda juda ham ko'p jamiyatimizda, kundalik hayotimizda ko'p foydalanamiz, lekin uni qanchalik darajada biz tushunayotganligimiz mana shu savol eng katta savollardan bittasi edi. Shuning uchun mana shu tushunchani eng negizigacha kirib borish asosiy maqsadimiz hisoblangan. Va shuning uchun ham aynan O'zbekistondagi oliy ta'lim tashkilotlarini o'quv rejalariga mana shu sustainability, green degan tushunchalarni yanada olib kirishni maqsad qilganmiz. Shuningdek, bizda universitetlarni menejmentida aynan Green Campus tajribasini anchagina keng yoyilmaganligi ham bu yana bir sabab hisoblanadi. Bundan tashqari, albatta o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti SDG va o'tgan yildan boshlab Global Gate biz u paytda nazarda tutmaganmiz, albatta asosiy maqsadimiz SDG bo'lgan va shu bilan birga Yevropa Green Deal temalarini o'z ichiga olishni maqsad qilganmiz. Xo'p. Asosiy loyihaning maqsadi O'zbekistondagi partner universitetlarda yoki O'zbekistondagi oliy ta'lim tashkilotlarida aynan kelajakka mo'ljallangan raqobatbardosh aynan sustainability va green tushunchalarini rivojlantirish hisoblanadi va shu bilan birga har bitta bizda konsorsiumda 6 ta universitet bo'lsa, shu 6 ta universitetda Green Campus strategiyalarini ishlab chiqish bu bizning asosiy maqsadlarimizdan biri hisoblanadi. Asosiy maqsadlar bular: Green Campus strategiyasini hozir aytib o'tganimdek 6 ta universitetda joriy qilish, undan tashqari 12 ta yangi ushbu mavzuga oid bo'lgan fanlarni o'quv rejalariga joriy qilish, shu bilan birga 3 ta trening joriy qilish va 48 nafar fakultet a'zolari va 24 nafar boshqaruvdagi xodimlarni malakasini oshirish bu maqsadlarimizdan biri va shu bilan birga buni davomi sifatida jami 6 ta hamkor universiteti O'zbekiston tomonidan 120 ta Green Campus ambassadorlarini joriy qilishni mo'ljal qilganmiz. Xo'p, bundan tashqari bizda asosiy hamkorlarimizda nima rollari bor? Albatta, Yevropa tomonidan ishtirok etayotgan Polsha, Litva va Turkiyadagi hamkorlarimizda asosiy biz ularning tajribasidan foydalanishni mo'ljal qilganmiz. Bu strategiya bo'yicha va green texnologiyalar bo'yicha va aynan trening bo'yicha. O'zbekiston tomonida bu asosan universitetlar, newcomerlar va tajribasi bor bo'lgan loyihalar bo'yicha tajribasi bo'lmagan universitetlarni umumiy bir jamoada birlashtirish. Va shu bilan birga bizda associated partner hisoblangan partner vazirliklarimiz bor. Bularni aynan national policy darajasida va shu bilan birga loyihamizni boshqa ta'lim tashkilotlariga yetib borishida asosiy yordamchi va ko'makchi hamkor sifatida ko'ramiz. Xo'p, work package'imiz jami 7 ta work package'imiz bor. O'sha standart holatdagi CBH loyihalarida work package'larni ketma-ketligi bo'yicha qilingan va birinchi work package'imiz bu albatta project managementga va coordinationga oid bo'lgan work package hisoblanadi. Unda asosan treninglar va Green Campus strategiyasi, shuningdek kurslarni joriy qilish va pilot loyihalar mo'ljal qilganmiz biz. Ya'ni pilot loyihalarni ishlab chiqish kerak 6 ta universitet hamda ambassador programmalarini joriy qilishni ko'zlaganmiz. Bundan tashqari dissemination va
sustainability bo'yicha konferensiya, bizda jami 3 ta konferensiya reja qilganmiz. Shu bilan birga loyihani 36 oydan keyin yana uzoqroq davr davomida O'zbekistondagi 200 dan ortiq bo'lgan oliy ta'lim tashkilotlari foydalanishi uchun umumiy barcha ma'lumotlarni ulashib boradigan virtual platforma ishlab chiqilyapti Work Package 1 doirasida. Va shu bilan birga albatta partnership, bu o'zaro universitetlar o'rtasida qilinadigan hamkorliklar. Bu ushbu loyiha va bu loyihadan tashqarida yanada kengroq davom etuvchi yoki bo'lmasa keyingi loyihalarda yana hamkorlik davom ettirishni maqsad qilganmiz. Shu bilan birga quality assurance va monitoring ham ushbu work packagening ichida yotadi. Xo'p, rejalashtirilgan umumiy asosiy harakatlar bu xodimlarni malakasini oshirish va yangi kurslarni joriy qilish va ularni biz analiz qilishni reja qilganmiz. Bugungi kunda shu oxirgi uchrashuvimizda, trening sessionimizda kelishganimiz bo'yicha biz 6 ta universitet, har bir universitet 2 tadan loyihalarini joriy qilishdan oldin so'rovnoma o'tkazamiz. Hozir shu so'rovnoma o'tkazish jarayoni ketyapti. Umumiy ushbu kurslarni oladigan talabalardan va ularni birinchi bu bizga nima beradi? Bu bizga baholashga imkon beradi, baza yaratadi. Har bitta universitet o'zida umumiy so'rovnoma o'tkazgandan keyin talabalarni bugungi kun holatiga ularni bilim darajasini aniqlaymiz va bir o'quv yili davomida 2 tadan kursni ularga o'qitamiz, joriy qilamiz yangi kurslarni va kurslar oxirida albatta biz analiz uchun yana bir marta so'rovnoma o'tkazamiz va avvalgi va undan keyingi holatni bir-biriga taqqoslab chiqamiz va bizda o'ylaymanki yaxshi natijalar bo'ladi. Va shu bilan birga 6 ta pilotni loyihalar mo'ljallaganmiz. Ushbu loyihamiz doirasida, misol uchun Qo'qon universiteti Zero Paper platformasiga yoki bo'lmasa Zero Paper document circulation platformasini joriy qilyapti bugungi kunda. Bunda universitet ichidagi barcha buyruqlar, bildirgilar, ish taqsimoti va shu kabi boshqa aynan qog'oz orqali amalga oshiriladigan jarayonlar barchasi yagona platformaga o'tadi va bu o'sha universitetdagi LMS yoki bo'lmasa Hemisga o'xshash platformalarga ham integratsiya qilish reja qilingan. Shu bilan birga biz universitetda bir tajriba sifatida mana shu pilot loyihani joriy qilmoqchimiz va xuddi shunga o'xshab boshqa bizni yana 5 ta oliy ta'lim partner universitetlarimiz O'zbekistondan har birlari o'ziga xos bo'lgan, o'zlari tanlagan yo'nalishda bittadan pilot loyiha joriy qiladi. Albatta, bularni barchasini biz oldin aytib o'tgan o'sha platformaga yuklaymiz, virtual platformaga va O'zbekiston bo'ylab shu 208 ta universitetni istalgani ushbu loyihalarni qanday qilinishi, jarayoni va ular natijalari bo'yicha ma'lumotlarni olishi, qaysi bir ularni oliy ta'lim tashkilotiga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'zlariga uni namuna sifatida olishi va rivojlantirishi mumkin albatta. Bundan tashqari bizda 3 ta umumiy loyiha davomida 36 oy davomida 3 ta konferensiya, aynan Green Campus mavzusiga oid bo'lgan konferensiya rejalashtirilgan. Bulardan birinchisi aynan mana shu o'quv yili boshlanishidan oldin amalga oshiriladi. Bu haqida biz Telegram kanallarimizda, Neo kanalida, shuningdek veb-saytimizda ham ma'lumot berib boryapmiz. Agarda kimlardir o'zlarining tezislari bilan maqolalarni ishtirok etmoqchi bo'lsa, albatta biz buni yig'lik bilan qabul qilamiz va xursand bo'lamiz. Virtual platforma, hozir aytib o'tgan virtual platforma, bu virtual platforma bizni Green Campus veb-saytimizga integratsiya qilinadi, bog'lanadi. O'sha veb-sayt orqali kirib, bu yerdan to'liq biz qilgan ishlar va natijalarimizni to'laqonli foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Albatta, foydalanuvchilar, umumiy maqsadimiz bizni 1000 tadan oshiq foydalanuvchiga erishish umumiy loyiha davomida. Ko'zlayotgan maqsadimiz hozir yuqorida aytib o'tganimdek 12 ta kurs, ya'ni bu juda ham mana qisqa lo'nda qilib aytganda 12 ta kurs, 3 ta trening programmasi, 6 ta pilot loyiha va 48 ta fakultet va 24 ta administrativ xodimlarni malakasini oshirish, 120 ta Green Campus ambassadorlarini yaratish va aynan mana shu Green Campus ambassadorlarini biz doimiy shaklga o'tkazmoqchimiz. Ya'ni sababi biz bu orqali mo'ljallagan narsamiz Green Campus ambassadorlari, ular ma'lum bir qismi albatta universitet xodimlaridan yoki bo'lmasa fakultet xodimlaridan iborat bo'ladi, a'zolaridan, va ma'lum bir qismi esa talabalardan iborat bo'ladi. Talabalar odatda juda ham turli yo'nalishlardan bo'lganligi uchun ular o'qishni, ya'ni o'zlarini bakalavr yoki magistr darajasini olgandan keyin
ish, ya'ni real sektorga borganda ushbu jarayonni uzviy davom ettirib ketishadi yoki shu ko'zlangan. Va bundan tashqari 6 ta universitet, har bir partner universitet O'zbekistondan 2 donadan local business yoki bo'lmasa o'sha nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik shartnomalarini tuzish va amalga oshirish reja qilingan. Asosiy target guruhlarimiz bu talabalar, xodimlar va oliy ta'lim tashkilotlari, ya'ni hamkorlarimiz. Ya'ni hamkorlarimizni talabalari va xodimlari. Bundan tashqari konferensiyalar yoki boshqa oliy ta'limga ham yetib borish reja qilganmiz. Sababi bizni asosiy loyihalarimizdan bittasi bu Green Campus strategiyasi. Ya'ni ekologiya qo'mitasi va oliy ta'lim vazirligi bilan bir hamkorlikda biz shu Green Campus strategiyasini boshqa bir universitetlarga ham tavsiya berishni reja qilganmiz. Bundan tashqari vazirliklar va mahalliy hokimiyatlar, biznes sektori ham bizni asosiy target guruhlarimiz hisoblanadi. Xo'p, bularni aytib o'tdik va shu paytgacha bizda amalga oshirilgan, biz juda ham xursand bo'lib aytish xohlardimki, biz aslida Qo'qon universiteti juda ham bu yo'nalishda tajribasi juda kam, lekin bizni konsorsiumimizni yordami bilan, ularni birdamligi bilan bizni hozirgacha reja qilgan ishlarimiz hammasi o'z o'rnida va juda yuqori darajada bajarilib kelyapti. Biz birinchi offline uchrashuvlarimiz kick-off meetingdan boshlangan. Kick-off meeting Toshkent shahrida bo'lib o'tdi. Birinchi kun aynan Toshkent xalqaro universitetida, Green universitetida va Alfraganus universitetlarida bo'lib o'tdi. Va bundan keyingi ikkinchi mitingimiz va birinchi treningimiz esa Polshada, Opole shahrida bo'lib o'tdi. Albatta birinchi treningimiz bu Green Campus strategiyasini ishlab chiqishga mo'ljallangan. Asosiy mavzularimiz, asosiy treninglarimiz aynan shu mavzuda bo'lib o'tdi. Va shuning natijasida bizda 31-iyul holatiga Green Campus strategiyasining birinchi draft versioni allaqachon tayyor va uni tasdiqlash uchun biz o'sha tegishli idoralarga yetkazganmiz. Hozirda eng birinchi qadamda aynan 6 ta universitet, 6 ta hamkor universitet ushbu Green Campus strategiyasini tasdiqlashi reja qilingan. Uchinchi mitingimiz va ikkinchi treningimiz yaqinda bo'lib o'tdi. Iyul oyining avvalida bu Turkiyani Karabuk shahrida va Karabuk universitetida bo'lib o'tdi. Bu yerda amalga oshirilgan eng asosiy ishlarimiz yoki bo'lmasa bizning treningimizning eng asosiy markazida bu aynan 2026-27 o'quv yilida joriy qilish ko'zda tutilgan 12 ta kurslarni silabuslari hamda ularni portfoliosi yoki bo'lmasa o'sha hujjatlar paketi, o'quv uslubiy qo'llanmalari, ma'ruzalar matnlari va hokazo va hokazo. Ya'ni shu fanga doir bo'lgan hamma tomonidan bir paketini yaratishni mo'ljal qilib, shu bo'yicha trening o'tkazildi. Asosiy albatta Karabuk universitetiga minnatdorchilik bildiramiz bu yerda, sababi ular ushbu darsni tashkil qilish uchun o'zlaridagi mutaxassislardan tashqari bizga ushbu sohada rivojlangan mamlakatlar yoki universitetlardan ham malakali xodimlarni taklif qilgan holatda bu treningda juda ham yuqori darajada o'tkazildi. O'ylaymanki, bizni shu natijasida bizdagi bu 12 ta kurs ham yoki 12 ta fan juda ham yaxshi natijalar beradi. Ushbu Turkiyadagi bo'lgan sessionlarimizdan lavhalar va shu paytgacha erishgan asosiy narsalarimiz bu bizda veb-saytimiz bugungi kunda yaratilgan, aktiv ravishda ishlayapti. Ma'lumotlarni berib boryapmiz. Green Campus strategiyasi allaqachon ishlab chiqildi. Biz bu veb-saytimizga yuklab qo'yganmiz. Bu yerdan ko'rib olishlari mumkin. Tasdiqlangan variantini keyinchalik yana boshqatdan yangilab yuklaymiz va 3 ta konsorsium menejer meeting o'tkazdik va 2 ta trening sessionlarni o'tkazdik. Shu bilan birga biz kelayotgan shu 2026-yil oxirigacha yana ikkita asosiy maqsadimiz bor. Bu o'sha 4-miting va 3-trening sessionni Toshkent shahrida o'tkazishni reja qilganmiz. Litvadagi hamkor universitetimiz bilan birga va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi GSB o'sha oliy ta'lim biznes maktabi bilan birgalikda tashkil qilish reja qilingan. Shu bilan birga ikkita trening session natijasi sifatida 6 ta o'zbek universitetlari
ikkitadan yangi kursni o'quv rejalariga joriy qilish va ularni analiz jarayonini boshlash reja qilingan. Katta rahmat. Imkon qadar maksimal qisqaroq qilishga harakat qildim, Mahmudjon. Savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat kattakon Ulug'bek aka. Albatta, taqdimot davomida juda ham ko'p ma'lumotlar berib o'tdingiz. Shaxsan aynan hozir bizani sessiyamizda kuzatib turgan boshqa oliy ta'lim muassasalari xodimlari ham qaysi qaysi ishlar amalga oshirilganligi va endi kelishi mumkin bo'lgan hali yuqorida aytilgandek konferensiya orqali o'zlarini tezislarini yuborishlari mumkinligi bo'yicha ma'lumot berib ketildi. Batafsil ma'lumotlar har doim ya'ni Erasmus loyihalarida rasmiy veb-saytga yo'naltiriladi. Bu yerda hozir ko'rganingizdek, bu loyihani rasmiy veb-sayti Green Campus loyihasi bo'yicha veb-sayt orqali batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi va ma'lumot beramiz har doim ma'lumotlarni, ya'ni asosiy bazalarni rasmiy ijtimoiy tarmoqlardan olishinglarni va ijtimoiy tarmoqlarda ham aynan shu loyihani ijtimoiy tarmoqlarga a'zo bo'lib qolishni so'ragan bo'lasiz, chunki oldinda bizda yana tadbirlar, oldinda bizda yana boshqa loyihalar kutib turmoqda va bu bo'yicha sizga albatta ma'lumotlarni rasmiy manbalardan berib boramiz. Batafsil ma'lumotlar bo'ldi. O'ylaymanki, bu qisqa muddatda aynan Green Campus loyihasini umumiy mazmuni haqida yetarlicha ma'lumot berildi va endi ishtirokchilarimizga yo'naltirmoqchimiz. Ya'ni sizda agar savollar bo'ladigan bo'lsa, quyidagi prezentatsiya orqali marhamat savol berishingiz mumkin. Bu Zoom'da, ya'ni siz qo'l ko'tarishingiz orqali funksiyani bosadigan bo'lsangiz, biz sizga aynan dostуп beramiz, ya'ni siz savol berishingiz mumkin. Agar sizga chat orqali savol yuborish qulay bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Zoom'ni chatida siz savolingizni yuboradigan bo'lsangiz, biz sizni savolingizga javob qaytaramiz. Savollarni kutib qolamiz. Ulug'bek aka, bemalol ekraningizni demonstratsiya qilishdan olishingiz mumkin. Hozir umumiy savol-javob qismiga o'tganda ekranimiz kerak bo'ladi. Ho'p, demak, savollarga so'z navbatini beramiz va savollarni kutamiz. Hozir bizda Zoom'da 77 ta odam, 78 ta odam hozir qatnashmoqda va bu turli oliy ta'lim muassasalaridan hamda hamkor universitetlardan, aynan Green Campus loyihalarida va tabiiyki sizda savol bo'lishi mumkin, ya'ni biz ham universitet kesimida yangi loyihalar, Erasmus loyihaga topshirishimiz mumkin, qanday qilib grantlarga topshirishimiz va boshqa Erasmus milliy ofisi tomonidan tashkil qilinayotgan loyihalarga, tadbirlarga qatnashishimiz mumkin degan savol berishinglar mumkin. Bu juda ham ko'p beriladigan savollar turkumiga kiradi. Va shu savolni oldini olgan holda aynan Green Campus loyihasida berilgan ma'lumotlarga qo'shimcha tariqasida, ya'ni bizda Erasmus milliy ofisi tomonidan har yilda an'anaviy tashkil qilinadigan tadbirlarimizni spiskasi bor. Bu spiskani ham albatta sizga ko'rsataman va shu orqali siz o'zingizni qiziqtirgan qaysi yo'nalish bo'yicha tadbir bo'ladigan bo'lsa, bemalol qatnashishingiz mumkin. Tadbir har doim bepul bo'ladi va bu turli xil hududlarda tashkil qilinadi. Hop, savolingizni kutib qolamiz va bizda hozircha chatimizda savol kelmadi. Bir daqiqa. Ho'p, ungacha man bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Ulug'bek aka, yuqorida aytib ketganingizdek, ya'ni upcoming eventlarimiz bor hali oldinda, ya'ni 2026 yilgi rejalar qatorida hozir ayni ishtirokchilar qanaqa kesimda hozir ayni Green Campus loyihalariga, tadbirlarga qatnashishi mumkin va qaysilari bilamiz, hamma tadbirda ham bu faqat konsorsium a'zolaridan tashqari ishtirokchilar uchun ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Shu qaysilariga aynan a'zo bo'lmagan oliy ta'lim muassasalari ham qatnashishi mumkin. Shu bo'yicha ma'lumot berib ketsangiz, manimcha qolganlarga ham manfaatli bo'lardi. Ha, katta rahmat Mahmudjon savol uchun. Hozir yuqorida aytib o'tganimdek, eng birinchi asosiy juda ham ko'pchilikni biz taklif qilib qolardik, bu aynan konferensiyada ishtirok etish. Sababi ushbu mavzu, men ko'p qaytaryapman shu mavzuni, ming bor uzr so'rayman, lekin bu juda ham muhim bo'lgan mavzu. Sababi green mavzusi yoki bo'lmasa sustainability mavzusi bugungi kunda O'zbekistonda juda ham ko'p holatlarda ishlatiladi va takrorlanadi. Va aytib o'tganimdek, bizni loyihamizni, ushbu loyihamizni ham eng avvaldagi maqsadlardan bittasi aynan mana shu narsani oliy ta'lim tashkilotlari orqali ommaga mazmunni tushuntirish, yoritib berish yoki bo'lmasa uni yanayam aniqroq, taniqroq tushunilishi va uni albatta tajribada ham amalda to'g'riroq yoki yaxshiroq foydalanishiga erishishadi. Shuning uchun mana shu konferensiyalarda o'zlarini bilimlari bilan, malakalari bilan, tajribalari bilan o'rtoqlashsa, biz juda ham xursand bo'lardik. Uchta konferensiyadan birinchi konferensiya bu onlayn,
ikkinchi konferensiya ham onlayn, faqat uchinchisi offlayn bo'ladi. Shuning uchun e, bularni qayerga kelishi ham yoki bo'lmasa vaqt masalasi ham anchagina oson hal bo'ladi shu orqali. Va bu bo'yicha bizda partnyorimiz Alfraganus universiteti mas'ul hisoblanadi konferensiya bo'yicha. Alfraganus universiteti ma'lumotlari albatta veb-saytimizda bo'lishi kerak. Biz yana bir marta bugun tekshirib qo'yamiz. Ushbu konferensiya bo'yicha ma'lumotlar bo'yicha Alfraganus universitetiga to'g'ridan to'g'ri bog'lanishsa bo'ladi. Menimcha hujjatlar topshirish hali yakunlangan yo'q, ya'ni o'sha tezislar maqolalar qabul qilinishi davom etyapti. Eng asosiy narsamiz shunda hozircha, va bizda o'sha tajribalarimizni veb-saytimiz va virtual platforma orqali tekshirib borishlari mumkin. Faqat virtual platformamiz hali deadlineimiz kelgani ham yo'q va uni oxirgi ishlanmalari amalga oshirilyapti va shu tayyor bo'lgandan keyin veb-saytga ulanadi. Taxminan sentyabrda 30-sida tayyor bo'ladi. Sentyabr 30-sidan boshlab to'laqonli olishlari mumkin, foydalanishlari mumkin hisoblanadi. Tushunadi. Rahmat kattakon Ulug'bek va batafsil ma'lumot uchun. Hozir Zoom chatimizga yana bir savol kelib tushdi. Yorqinoy Ahmadjonova tomonlaridan. Ya'ni mavzu uchun kattakon rahmat. Avvalambor prezentatsiya uchun deganlar. Ya'ni konferensiya axborot xatini qayerdan olishimiz mumkin? Javob uchun oldindan rahmat deb murojaat qilgan ekanlar. Katta rahmat. Hozir aytib o'tganimdek, konferensiya axborot xatini biz veb-saytda bo'lishi kerak. Men bugun yana bir tekshirib qo'yaman. Agar bo'lmasa, veb-saytga update qilamiz. Mana shu yerdan olishlari mumkin. Eng asosiysi. Yoki bo'lmasa, mana ustozimiz Mo'minjon aka ham hozir qo'l ko'tarishyapti. Ulardan ham to'g'riroq ma'lumot olishlari mumkin. Sababi Alfraganus bo'yicha asosiy koordinatorimiz ular hisoblanishadi. Bo'ladi. Rahmat kattakon. Hozir biz aynan Zoom'imizda Mo'minjon aka o'zlari ham ishtirok etyaptilar va ularga hozir so'z navbati beramiz. Alfraganus universiteti nomidan gapiradilar. Mo'minjon aka, so'z navbati sizga, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Mahmudjon aka, Ulug'bek aka, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Hamma ishtirokchilarni kelib kelayotgan Mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Xudo xohlasa 27 avgustda rejalashtirgan biza deadline ochiq turibdi. conference.afu.uz saytiga kirsa, u yerda maqola yuklash, hamma narsasi ochiq turibdi. Bemalol maqolalarni yuklash mumkin. Tahrizdan o'tkazish uchun tahrizchilar belgilangan, axborot xati tarqatilgan. Mabodo kimgadir bir qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, men nomerimni hozir yozib qo'yaman. Menga telefon qilishlari mumkin. Bugun mana biza Alfraganus universitetida 50 ga yaqin ishtirokchi hozir qatnashyapti. Ma'lumot uchun aytib qo'ysam, 50 ga yaqin ishtirokchi ishtirok etyapti. Ya'ni bizda konferensiya masalasida tayyorgarlik masalasi qizg'in kechyapti. Onlayn bo'lgani bilan baribir biz onlayn bo'lgan taqdirda ham bir 70 kishiga yaqin Zoom orqali konferensiyani tashkil etib, uni o'tkazamiz. Xudo xohlasa ishonchlaringizni oqlaymiz. Qanday qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, hozir yozib qo'yaman. O'sha nomer bo'yicha bemalol qo'ng'iroq qilishlari, uchrashishlari, gaplashishlari. Agar kim Toshkentda bo'lsa, bular ham qatnashishlari mumkin. Yoki bo'lmasam hozir mana shu yerda ishtirok etib turganlar va ishtirok etmayotganlar ham xorijda tanishlari bo'lsa, konferensiya shubalari keng doirada kengaytirilgan. Tibbiyot sohasi ham va ijtimoiy gumanitar sohasi ham, aniq va tabiiy fanlar sohalari ham kiritilgan shubaga. Bemalol maqola berishlari mumkin. Biza 9 ta databazaga bu narsani qilamiz, yuklaymiz. 9 ta bazada ko'rinadi, Google Scholar'da ko'rinadi asosiysi. Iqtiboslik masalasi hozir hammaga muhim bo'lib turganligi uchun doir raqam beramiz. Konferensiyamiz mutlaqo bepul. Bu bo'yicha Alfraganus universiteti doini ham, bazalarni ham hammasini shartnomasini biz qilib bo'ldik. Buni bosh koordinatorimiz Ulug'bek aka Muhammadiyevga bu narsalarni hammasini hisobotini aytib berib qo'yganman. Barcha shartnomalarimiz bazalar bilan bor. Doi 832 ta zaxiradagi doimiz bor. 1000 ta olib qo'ydik. 832 ta qolibdi hozir yig'ilish boshlanishidan oldin ko'rdim. Doi raqamlar ham beramiz. Savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat kattakon Mo'minjon aka batafsil ma'lumotlar uchun. Savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta chatga ijtimoiy tarmoqlaringizda yoki shu sizga murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan kontakt detallarni yozib qo'yadigan bo'lsangiz, albatta yetkazib qo'yamiz ma'lumotlarni. Va biz bemalol marhamat gapirishingiz mumkin. Yana bir ma'lumot bor edi. Ulug'bek aka bilan buni maslahatlashuvdik. Mahmudjon aka, sizga ma'lumot uchun aytib qo'ymoqchiman. Buni ichidan tahrirchilar Scopusga yaqin yoki veb-saytga yaqin tortadi shu mavzu desa, ularnikini o'zimizga chop etishdan oldin mualliflar bilan bir qator oldidan o'tib, ularni Scopus jurnallariga ham berishimiz mumkin. Bizada 19 ta Scopus jurnallari bilan universitetda
ilmiy bo'limi hamkorligi bor. Ularga ham taqdim etamiz, ularga bir ko'rsatib olamiz. Ya'ni o'zimizga nashr qilishdan oldin balkim o'zimizga ham nashr qilib yana bir Scopusga ham berish imkoniyati bo'lsa deb bergan edik. Ular aytdi, yo'q, buni imkoniyati yo'q dedi. Biza uni tepa qismiga, annotatsiya qismiga ushbu maqola Erasmus Green Camp, Erasmus doirasida Green Campus raqamlarini qo'yib ushbu loyiha asosida bajarildi deb bermoqchi biza. Bu taraflari ham, uni ham to'lovlari boshqa narsasi bo'lsa, uni ham Alfraganus universiteti qoplaydi. Muallifdan hech qanaqa pul so'ralmaydi. Scopusga mana shuncha to'lov bor ekan, ber degan narsa gapirilmaydi. Bu narsani biz o'tgan kuni ta'sischilar yig'ilishi bo'lganda, ta'sischilar yig'ilishida men tasdiqlatib olganman. To'lovlari boshqa narsalari bo'lsa 10 tami, 15 tami desam, yo'q bo'ldi, qilavering. Baribir reyting masalasida kerak deganligi uchun yana bir ma'lumot, bizada bir 50 taga yaqin qatnashayotgan bo'lsa, qolganlarga ma'lumot uchun Alfraganus universiteti mana 20 kun bo'ldi, 1019-o'ringa kirdik. QSda xudo xohlasa mingtalikka yaqinlashyapmiz. Juda yaxshi, rahmat kattakon. Albatta tabriklaymiz yangi muvaffaqiyatlar bilan va bardavom bo'lishini tilab qolamiz. Va albatta Scopus bo'yicha hamda maqolalar bo'yicha bergan ma'lumotlar juda foydali bo'ldi va Alfraganus universitetidan aynan faol bu loyihada ishtirok etayotganligi va o'zini kontributionini qo'shayotgani uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz Mo'minjon. Rahmat sizga kattakon. Rahmat hammaga, salomat bo'ling. Rahmat. Endi navbatda bizda aynan savol berishi mumkin bo'lgan ishtirokchimiz Diyora Inomjonova qo'l ko'targan ekanlar. Ularga hozir so'z navbati beramiz. Keyin esa taqdimotimiz bo'yicha umumiy ma'lumotni berib ketamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mahmudjon aka, Ulug'bek aka, Qo'qon universitetidan xalqaro hamkorlik departamenti koordinatoriman. Erasmus Plus official, ya'ni O'zbekistondagi ofisini, ya'ni kanalida borman, yangiliklarni o'qib boraman. Yana bir qo'shimcha chuqurroq bir savolim bor, ya'ni Qo'qon universiteti akademik yo'q, ma'muriy xodimlari uchun misol uchun Erasmus Plus Staff Mobility Trainings imkoniyatlari taklif beradimi va uni xodimlar mobiligi uchun aynan qanaqa mavjud bo'lgan yo'nalishlar bor va uni muddatlari yoki grant ajratiladimi, shuni bilmoqchi edim. Chunki yangiliklar ko'rib boraman, doim update bo'ladi, lekin ba'zida o'tkazib yuborgan joylarim ham bo'lishi mumkin. Shunga tomonlama savol. Hozir bir daqiqa bu bo'yicha sizga batafsil ma'lumot berib ketamiz. Qarshi bo'lmasangiz, men hozir ma'lumotlar bo'yicha bir kichkina taqdimot bo'yicha hammaga ma'lumot berib ketaman va call 2027 bo'yicha, ya'ni noyabrda ochilgan callimiz bo'yicha ma'lumotlarni taqdim qilaman. Bir daqiqa kutib turamiz. Xo'sh, demak, hammani xabari bor. Aynan 2026-yilda noyabr oylaridan boshlab turib, aynan Erasmusda keyingi yil uchun call tanlovlari boshlanadi. Avvalambor, Diyora, sizga savolingiz uchun rahmat. Ya'ni barcha oliy ta'lim muassasalarida agar Erasmus loyihalari bo'yicha capacity buildingdan tashqari xalqaro kredit mobiligi, exchange dasturlari, xodimlar, talabalarni Yevropa davlatlariga yuborib, ularni malakasini oshirish masalasi ko'rib chiqiladigan bo'lsa, aynan hozirdan tayyorgarlik ko'rish albatta maslahat beriladi va bu bo'yicha bizda alohida Zoom seminarlar sessiyalari hamda onlayn hamda offlayn tariqasida tadbirlar tashkil qilinadi. Bugungi o'zi sessiyamiz ko'proq Green Campus loyihalariga promotion session bo'lgani uchun biz mavzuyimizni asosan Green Campus loyihasini natijalariga bag'ishladik. Lekin bundan tashqari ana savol kelib tushgandan oladigan bo'lsak, aynan Erasmus loyihalarida O'zbekiston uchun ochiq bo'lgan imkoniyatlar bor va bu imkoniyatlarda Erasmus xalqaro kredit mobiligi, Jean Monnet loyihalari, oliy ta'limda salohiyatni oshirish, ya'ni CBHE loyihalari hamda Erasmus Mundus Actionslari kirib ketadi. Bu bo'yicha ma'lumotlarni albatta bizdagi yaqinda tashkil qilinadigan tadbirlarimiz orqali batafsil qatnashib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va men sizga aynan 2026-yilda Milliy Erasmus Plus ofisi tomonidan tashkil qilinadigan tadbirlarimizni hozir ro'yxatni ko'rsataman. O'ylaymanki, barchada shunaqa savollar
mavjud bo'lsa kerak, ya'ni o'zini oliy ta'lim muassasalarida qanaqa qilib turib Erasmus loyihalariga qatnashish mumkinligi bo'yicha va Milliy Erasmus ofisi har yili bunaqa savollarni oldini olgan holda qanaqa tadbirlar qanaqa qilib Erasmus loyihasiga qatnashish mumkinligi har xil info sessiyalar orqali ma'lumotlar berib boradi. Va 2026 yilda bizda oldinda kutilayotgan tadbirlarni ro'yxatini hozir ekranda ko'rish mumkin. Ya'ni bu Milliy Erasmus Plus ofisi hamda boshqa hamkor hamda stakeholderlar orqali amalga oshirilgan loyihalarni umumiy ma'lumot sifatida ko'rishingiz mumkin. Bunda aynan bizda tadbirlarimiz har doim bu barcha uchun ochiq hamda bepul tarzda tashkil qilinadi. Aynan Qo'qon universiteti, boshqa universitetlar tadbirlarimizga qatnashib ma'lumotlar olishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni ko'rayotganidek eng yaqin upcoming emas, ya'ni bugun edi bizda aynan promotion session Green Campus loyihasi bo'yicha. Bundan keyin bizda aynan Erasmus info sessionlari, ya'ni Renessans universiteti talabiga muvofiq bu amalga oshiriladi 20-avgust. Bu ham barcha uchun ochiq va hozirgi kunda registratsiya davom etmoqda. Va sentyabr oyida bizda open hours, ya'ni xodimlar, ishtirokchilar kelib turgan holda bizda tashkil qilinishi mumkin bo'ladi. Ya'ni Milliy Erasmus Plus ofisga tashrif buyurgan holda batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishga, bu bo'yicha rasmiy ma'lumotlar yana tez kunda ijtimoiy tarmoqlarimizda e'lon qilinadi. Va Erasmus bo'yicha boshqa markaziy Osiyodagi qo'shnilarimizda aynan 7-9 oktyabr kunlarida Erasmus Corporation seminar bo'lib o'tadi va bu yerda aynan butun Erasmus communitylari yig'ilgan holatda aynan Erasmusda qanaqa amaliy ishlarni amalga oshirishimiz mumkin degan narsaga javob berishadi va bu yerda asosiy urg'u bu faqatgina xalqaro hamkorlik ofislarida hamda prorektor hamda rektorlar ishtirokida kuzatiladi. Bu yuqori statusdagi tadbir hisoblanadi. 12-17 oktyabr kunlarida bizda Erasmus International Days amalga oshiriladi. Mana bu ma'lumot juda ham muhim. Agar oramizda oliy ta'lim muassasalarida o'zingizni universitetingizda Erasmus tadbirini host qilish, ya'ni mezbon bo'lish imkoniyatini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta hozir buni ayni payti bizda aynan Erasmus International Days orqali mezbonlik bo'yicha hozir registratsiya ochiq. Bu 25-avgustgacha davom etadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha turli xil oliy ta'lim muassasalarida Erasmus tadbirlari bo'lishi mumkin. Ya'ni faqatgina sizdan shu bizga ko'rsatilgan talab bo'yicha joyi va kerakli bo'lgan narsalarni tayyorlab beradigan bo'lsangiz, biz shu tadbirga borib talabga muvofiq onlayn hamda offlayn tariqasida bu narsani amalga oshiramiz. Balki bu narsani bittasini aynan Qo'qon universiteti tashkil qilish agar rahbariyat tomonidan ma'qul keladigan bo'lsa, albatta biz xursand bo'lamiz va o'zimiz Milliy Erasmus ofisi vakillari tomonidan borib batafsil ma'lumotlarni rahbariyat professor xodimlariga tanishtirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yana bir muhim tomoni Erasmus Plus International Days bu faqatgina milliy maqomda emas, balki bu xalqaro kunlar bo'lgani uchun Erasmus Days rasmiy xalqaro platformada bu tadbir e'lon qilinadi va bu tadbirga xorijiy mehmonlarni ham taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bundan keyingisi 22-oktyabrda bizda tematik klaster meeting tashkil qilinadi. Bir yilda bir marta an'anaviy klaster meetingimizda. Bu yilgi klaster meetingimizni asosiy mavzusi bu sustainability bo'yicha va undan ichiga kiradigan bo'lsa Green Deal yo'nalishlari bo'yicha bu ma'lumot olinadi va albatta shu qatorda Green Campus loyihasi ham aynan Green Deal klaster meetingda o'zini chiqishlari bilan qatnashadi va bu bo'yicha ma'lumotlarni albatta elektron pochta orqali capacity building loyihalariga yuborganmiz. Navbatdagi ochiq seminarimizda bu 26-27 oktyabr kunlari aynan Nukus davlat texnika universiteti tashkil qilinadi. Ya'ni tam seminarlari, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha, ya'ni sun'iy intellekt oliy ta'lim sohasi bo'yicha amalga oshiriladi. Bu ham barcha uchun manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Hamda bu tam seminarimizga aynan Yevropadan ekspertimiz tashrif buyuradilar. Batafsil ma'lumotlarni tez kunlarda ijtimoiy tarmoqlarimizda hamda rasmiy veb-sayt orqali olishingiz mumkin. Juda foydali bo'ladi. Ya'ni 1,5 kunga mo'ljallangan tam seminarimiz va noyabr oylarida 19-20 noyabr oylarida Markaziy Osiyodagi regional eventimiz bor. Bu har yil o'tkaziladigan. Ya'ni bizda Erasmus milliy timi bor, ya'ni guruhi bor, ya'ni oliy ta'limni isloh qilish ekspertlar komandasi va shu komandani yillik an'anaviy sarhisob konferensiyasi o'tkaziladi va bu yerga Markaziy Osiyodan turli xil oliy ta'lim muassasalari hamda mehmonlar tashrif buyurishadi. Ya'ni sizga ham aynan agar loyihalarni yozishda boshqa oliy ta'lim muassasalari va hamkor universitetlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu tadbir juda ham muhim. Ya'ni siz uchun asosiy tadbirlar qatoriga kiradi. Va bizada dekabr oylarida ikkita tadbir reja qilingan. Bu Annual Erasmus Plus ICM, ya'ni Xalqaro kredit mobiligi konferensiyasi
Ya'ni aynan xalqaro kredit mobilligi bo'yicha o'qib kelgan, tajriba orttirgan xodimlar hamda talabalar o'zlarini taqdimotlari bilan qatnashadi va yakunida bizda aynan jurnal tariqasida bu chiqaziladi. Ya'ni maqolalarni alohida jurnal sifatida chiqariladi va ikkinchisi esa ya'ni dekabrda Erasmus Plus National Information Day, an'anaviy Erasmus axborot kuni. Bunda butun boshli Erasmus 2027 kol uchun ma'lumotlar hamda aynan Bryusseldan, bizdagi Belgiyadan ekspertimiz, projekt ofisimizda qatnashuvi asosida tashkil qilinadi. Bu ham barcha uchun ochiq seminarlardan barchalarni taklif qilamiz. Ya'ni batafsil ma'lumotlar o'rganish uchun taklif qilish uchun albatta bu ma'lum bir soatlar ichida o'rganilgan ma'lumotlar, bilimlar emas. O'shaning uchun qatnashib, ko'rib, ekspertlar bilan doimiy muloqotlar asosida shakllantirilgan narsa. Va bizda bir yilda 2 marta Erasmus oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari jurnali e'lon qilinadi. Bu oliy ta'lim sohasidagi professor xodimlar Erasmus Plus loyiha Erasmus Plus loyihalari tomonidan maqolalarni qabul qilamiz va bu qatorda ham yangi bo'ladigan, ya'ni oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari jurnali yangi sonida aynan Green Campus loyihalarida ham maqolalarni kutib qolamiz. Ya'ni o'zlaridagi hozirgacha erishilgan yutuqlar hamda endi erishilishi mumkin bo'lgan yutuqlar asosida bir maqola topshiriladigan bo'lsa, bu ham bizada jurnalimizga maqola sifatida kiradi va albatta buni ertaga FTOP orqali loyiha topshirilayotganda aynan dissemination qismiga hamda o'zlaridagi ijtimoiy tarmoqlarga qo'shish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Batafsil yana Milliy Erasmus Plus milliy ofisi ijtimoiy tarmoqlarini hozir detallarini chiqarib qo'ydim. Ya'ni Erasmus.uz bizadagi rasmiy veb-saytimiz, Telegram, Instagram, YouTube, LinkedIn kanallariga qo'shilib batafsil ma'lumotlar olishingiz mumkin. Har doim ma'lumotlarimiz ochiq va shaffof tarzda yetkaziladi. Va yana bir, agar sizda milliy ofis bo'yicha ya qanaqadir savollar yoki murojaatlar bo'lsa, biz har doim sizga maslahat berishdan va yo'naltirishdan xursandmiz va quyida o'zimni Gmail akkauntim bo'yicha ma'lumotlar qoldirib ketganman. Batafsil agar sizda savol bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zimga ma'lumot bemalol so'rashingiz mumkin va sizga aynan 3 ish kunida bu savollaringizga javob qaytaramiz va sizlar bilan ishlashda hamda Erasmus loyihalarini ma'lumot almashishda har doim milliy ofis komandasi a'zolari hamisha xursand. Yana batafsil ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, siz bizga murojaat qilishingiz mumkin va murojaatlaringizni albatta o'rganib chiqib, sizni savolingizga javob qaytaramiz. Ho'p, o'ylaymanki yetarlicha ma'lumot bera oldim. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, agar yana sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Biz tadbirning eng oxirgi qismiga yetib keldik. Ya'ni Zoom sessiyamizni shu qatorda savollarga javob berib, keyin esa Zoom seminarimizni yakuniga yetkazamiz. Chatda savollar bor ekan, Mahmudjon. Menimcha bu yerda Mo'minjon aka ma'lumotlarini yozib qo'yishdi, telefon raqamlari bog'lanishlari mumkin. Kim o'sha maqola yozmoqchi bo'lsa yoki tez topshirmoqchi bo'lsa konferensiyaga va Mo'minjon aka juda ham zo'r narsani aytib o'tishdi. Bu yerda agarda kimdir Scopus bazasiga kiradigan jurnallarda chop etilishini istaydigan bo'lsa, oldindan misol uchun ko'rib chiqilishi mumkin degan taklif berishdi. Shunga o'xshash yana bir taklif bor edi, Mahmudjon. Agarda aynan siz oldinroq so'ragan narsa, qaysi jarayonlarda ishtirok etish mumkin deb aytgandingiz, bizda o'sha 6ta jami 9ta konsorsiumdagi universitetlarni barchalarini ekspertlari yoki bo'lmasa o'sha trenerlarida aynan ushbu mavzuda Scopus bazasiga kiradigan yoki Web of Science bazasiga kiradigan jurnallarda maqolalar chop etish bo'yicha qiziqish bor va ular bugungi kunda bu bo'yicha birlamchi qadamlarni boshlashdi Turkiyadagi oxirgi uchrashuvimizda. Shuning uchun ushbu jarayondagi shunga doir bo'lgan maqolalarni yozishda kimdadir istak bo'ladigan bo'lsa, mana shu jarayonda ishtirok etishlari mumkin. Ya'ni faqat konferensiyamiz emas, undan tashqari ham maqola ushbu mavzuda yoziladigan maqolalarda va o'sha yuqori darajadagi yuqori reytingdagi jurnallarda chop etiladigan maqolalarni yozishga umumiy o'sha bizdagi trenerlarimiz va ekspertlarimiz o'zlari o'zaro qilayotgan jamoasida ushbu mavzu top mavzulardan bittasi bo'lib turibdi bugungi kunda Turkiyadagi uchrashuvimizdan keyin. Shuning uchun agar kimdir yozishni istasa yoki ideyasi bo'lsa, marhamat bog'lanishlari mumkin. Menimcha Mo'minjon aka orqali bog'langan juda ham yaxshi. Mo'minjon shu o'rinda men juda ham xohlardim Al-Farkas universitetiga Mo'minjon akaga rahmat aytishni, chunki ular juda ham har doim loyiha boshlangandan beri istalgan bitta shu taskimiz bo'lsa, birinchi bo'lib qilib berishadi, birinchi bo'lib joyida zo'r qilib qilishadi. Xudo xohlasa konferensiyamiz ham juda ham yuqori darajada o'tadi
inshaalloh. И ko'proq odam qatnashishini juda ham istardik, tashqaridan ham, agar qiziquvchilar bo'lsa. Katta rahmat. Va shu qatorda aytishim mumkinki, hozir chatga Ulug'bekka aynan Green Campus loyihasini rasmiy ijtimoiy tarmoqlari bo'yicha, ya'ni veb sayti bo'yicha linkni qoldirib ketadi va shu link orqali siz o'zingiz yana batafsil work package'lari bo'yicha, yangiliklar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Va har doim ma'lumotlar berayotganda mana rasmiy konsorsium a'zolari va koordinator bu yerda Qo'qon universiteti bu loyihani birinchi marta qatnashib koordinatorlar olib turib juda yam muvaffaqiyatli yuritib davom ettirmoqda. O'ylaymizki loyihani davomi ham xuddi shunaqa bo'ladi va konsorsium a'zolari Alfraganus universiteti, Toshkent xalqaro universiteti, biznes va tadbirkorlik oliy maktabi va boshqa ham konsorsium a'zolariga albatta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hozir agar milliy ofisda bizda yana boshqa xodimlarimiz ham sheriklarimiz ham bor, Xumora Yunusxo'jayeva hamda Shahzoda Shabanova. Agar ularda ham savollar yoki qanaqadir takliflar bo'ladigan bo'lsa, marhamat. Takliflarimiz tushunarli. Rahmat hammaga. Hozir chatimizni ochib ko'rdik va chatimizda Green Campus loyihasi bo'yicha veb-saytni qoldirib ketdilar. Bu veb-sayt orqali kirib ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bu Zoom seminarimizni, tadbirimizdagi ma'lumotlar Milliy Erasmus Plus ofisi ijtimoiy tarmoqlarida qoldiriladi. Batafsil yana ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat koordinatorimizga. Agar Erasmusga umumiy savollar bo'ladigan bo'lsa, milliy ofisga yo'naltiriladigan bo'lsa, ya'ni bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz hamisha yordamga tayyormiz. E'tiborli uchun rahmat. Hammanglarni qatnashganligi uchun bu tadbirda ma'lumotlar yetarlicha oldinglar deb o'ylaymiz. Agar yana savollar qolgan bo'lsa, biz har doim kontaktga tayyormiz va yengib bo'ladigan Erasmusdagi tanlov, ya'ni noyabrda ochilgan tanlovda barchaga ham omad va muvaffaqiyat tilab qolamiz. Va bilinglarki, milliy ofislarni Erasmus loyihasi qatnashish uchun hamisha bitta juda ham katta yordamchi sifatida yordam beradi va savollarga hamisha javob berishga tayyor. Rahmat hammaga. Kuninglar fayzli va barakatli bo'lsin. Katta rahmat Mahmudjon. Rahmat.